gvardiya. Millat manfaatlari himoyasi. Hammalaring bilishlaring kerak, nima uchun men buni Milliy gvardiyani tashkil qilganimni asoslab bermoqchiman. Ma'lumki, bu maxsus harbiy, ya'ni Milliy gvardiya bo'linma faoliyatini jamiyat va davlat xavfsizligini ta'minlash, inson huquq va erkinliklarini ro'yobga chiqarish, aholining turli terroristik xatarlardan, jinoiy va boshqa noqonuniy xatti-harakatlardan himoya qilishga qaratilgan. Butun dunyoda mamlakat ichida tartib, intizom va jamoat xavfsizligini ta'minlash bilan armiya emas, mudofaa vazirligi emas, balki alohida tuzilmalar shug'ullanadi. Ma'lumki, bugungi kunda biz xavfsiz shahar, xavfsiz mamlakat konsepsiyasi asosida yurtimizda jamoat tartibini ta'minlashga qaratilgan katta ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Shu munosabat bilan mana shu yangi tuzilma, ya'ni Milliy gvardiya tashkil etildi. Endi bundan buyon har bir shahar va viloyatda xavfsiz hudud loyihasini amalga oshirish, jamoat tartibini saqlash uchun Ichki ishlar vazirligi bilan birga Milliy gvardiya mas'ul va javobgar etib belgilanadi. Bu vazifalarni bajarish uchun Milliy gvardiya joylardagi davlat hokimiyati idoralari, jamoat tashkilotlari bilan birga yaqin hamkorlikda faoliyat olib boradi. Jonajon onayu posbonlarimiz, boshlarimiz uzra osmonlarimiz, she'r tamg'ali maxsus shohona qism, tartib intizomda yagona qism. Jamoat tartibin saqlamoq g'oya, xavfsizlik bog'iga tushmasin soya. Ajdodlar quchgan shon qo'llaydi bizni, g'aflatda qoldirib bo'lmaydi bizni. Milliy gvardiya tinchlik posboni, Milliy gvardiya vatan qalqoni, Milliy gvardiya matonat qudrat, Milliy gvardiya xavfsiz kelajak. Saflarimiz tig'iz, istiqlol sabab, kelajak biz taraf, dunyo biz taraf. Faxriy unvonimiz oqlamoq sharaf, millat manfaatin etmoq himoya. Jamoat tartibin saqlamoq g'oya, xavfsizlik bog'iga tushmasin soya. Ajdodlar quchgan shon qo'llaydi bizni, g'aflatda qoldirib bo'lmaydi bizni. Milliy gvardiya tinchlik posboni, Milliy gvardiya vatan qalqoni, Milliy gvardiya matonat qudrat, Milliy gvardiya xavfsiz kelajak.